Tojik tuxtaro, qurtobemba yak baho tetonkani shilinishida Tojikistonning milliy taomi qurtobani osongina va boshqacha usulda tayyorlab ko'ramiz. Lekin mazasi bomba chiqdi. Qurutlarni qaynoq suvda yumshatib olib blenderlaymiz. Tangasi bo'lsa manga o'xshab qatlama xamirni singdirib duxovkada pishirib olamiz. Haqiqiy sariyog esa shunaqa kirsilli. Qo'limizda maydalab, ustidan qurtli suvni quyamiz. Shirali pomidorlarni pare to'rab solamiz. Xohishga ko'ra piyoz va ko'pgina ko'katlardan to'rab sepamiz. Aslida qurtob taomida go'sht bo'lmaydi. Lekin o'zimga moslab shashlidan solib, qaynab turgan ro'g'an sardan quyib yubordim. Pavlova tarixidagi eng estetik va go'zal, hammada birdek o'xshab chiqadigan pirojnilar va Pavlova tortini shu videoda to'liq ko'rsataman. Tuxum oqiga shakari solib, suv bug'ida shakari to'liq erib ketguncha aralashtirib turamiz. Mikserda qattiq va oppoq massa bo'lguncha ko'pirtiramiz. Konditor qopchasiga solib, shu tarzda chig'anoq shaklida dumaloq qolipda chiqaramiz. Shunda yana ham realistik ko'rinishga ega bo'ladi. Duxovka pechida quritib olgach, krem tayyorlaymiz. Qaymoq va miltrning quyultirilgan sutini ko'pirtirsak bo'ldi. Chig'anog'imizning ichini shu krem bilan to'ldirib, bir dona Rafaela konfetidan qo'yib, 1 soatcha muzlatgichga yuboramiz. Ikkinchi variantini ko'rib chiqamiz. Merengani pergament qog'ozga dumaloq shakl berib, duxovkada quritib, o'rtasiga nordonroq meva pyuresidan solamiz. Ustini krem bilan yopib, mevalar bilan bezatsak bo'ladi. Pavlova tortimizni kamida 2 soatga muzlatgichga yuboramiz. Haqiqiy Pavlova tortining orasi xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Ichi yumshoq, usti qarsilda. Xo'p, sizlarga tayyorlab ko'rsatganlarimdan qaysi biri yoqdi? Restoranlarda qilinadigan eng qimmat benedikt tuxumi va gollandiya sousini uyda tayyorlab ko'ramiz. Tuxum sarig'i, suv, sariyog', limon suvini suv bug'ida erib, quyulguncha aralashtirib turamiz. Sousimiz tayyor, chetga olib turib, briosh yoki bulochkani quruq tovada qizartirib olamiz. Qarsildoq non ustiga tvorojniy sir surtib, barak qilib to'g'ralgan avokadodan teramiz. Forel yoki losos balig'idan solib, tezgina pashot tuxumini pishirib olamiz. Qaynagan suvdan shu holatda chiqishi kerak. Qanaqa to'g'ri pishirishi videodagida yozib qoldiraman. Tuxumlarning ustidan gollandiya sousini yaxshilab quyib, yana ham foydali va restorancha ko'rinishga ega bo'lish uchun mikro ko'katlardan sepib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Kun davomida juda ham qorinlarni to'q tutadigan zavtrakimiz tayyor. Restorancha ovqatlanishni yaxshi ko'radigan yaqin insonlarga albatta tayyorlab beringlar. Bu Xitoyning eng mashhur ovqati gulash. Juda ham oson va juda ham mazali. Garnir uchun guruch pishirdim. Ungacha qizib turgan yog'da sabzavotlarni baland olovda qovurib olamiz. Arodiy sousi va ananas solib, to'g'ralgan tovuq go'shti ustiga suv, tuxum sarig'i, ziravor va kraxmal solib, aralashtirib shu massani qovurib olamiz. Unda tovuqchalarimiz yeganda qisirlab turadi. Tovuq bilan sabzavotlarni aralashtirib, xohishga ko'ra kunjut yog'i solamiz. Ko'k piyoz sepib, dasturxonga tortishga shoshilmaymiz, chunki salat tayyorlaymiz. Ko'katlarimizning ustidan to'g'ralgan xurmo, strachetella pishlog'i va cherilarni to'g'rab, olivka yog'i, asal, malinali sous quyib, ustidan qovurilgan ketir yong'oq sepamiz. Taomim, salatam tayyor. Bir xil ovqatlardan zerikkan bo'lsangiz, albatta bir marta bo'lsa ham shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ringlar, sizlarga yoqadi. Iskandar kebobi 10 daqiqada pishirish o'rgataman. Sariyog'da nonni qizartirib olamiz. Kichikroq to'g'rab olganimizdan keyin idishga solamiz. Ana endi mol go'shtini bonfile joyini shunaqa yupqa va pare qilib to'g'rab, sariyog'da qovuramiz. Seli ajrab chiqqandan keyin chesnok, tomat pastasi va tomat sokidan solib, tuz, shakar bilan 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Go'shtlarni sous bilan non ustidan solamiz. Qatiq, pomidor, yarimdorlar bilan ustidan qaynab turgan sariyog'dan quyamiz. Shunaqa to'kilib ketmasa hisob emas. Ko'rsatgan usulni tayyorlab ko'rsanglar, boshqa restoranga bormaysizlar. Kelinglar iftorliga.